Assalamualaikum kichik do'stlar. Golland tili va Uyg'ur tili o'rganish salonimizga xush keldinglar. Biz bugun sizlar to'limi yoqtirib yeydigan meva-chevalarning Golland tili va Uyg'ur tilidagi atalishini o'rganib o'tamiz. Qanamsa diqqatinglar filmimizda bo'lsin. Fruiten, Meva-chevalar. bosbessen, Iq üzümü, aardbei, böljürgen, abrikoos, örük, ananas, ananas, appel, alma, avocado, avokado, banaan, banan, bramen, qara böljürgen, bloedsinaasappel, üzümsıman çoğ apelsin, citroen, limon, druiven, üzüm, framboos, malina, granaatappel, anar, kaki, halva bidet, kersen, gilas, kiwi, maymun şaptuli, kokosnoot, kokos, meidoorn, dolana, lychee, lici, mango, mango, meloen, hoğun, mandarijn, apelsin, moerbei, ücme, witte moerbei, ak ücme, zwarte moerbei, qara ücme, nectarine, toğaç, peer, neşpüt, perzik, şaptul, pruimen, qara örük, kweepeer, bihi, vijgen,
Әнжүр. Watermeloen. Tavus. Pitaya, wit drakenfruit. Ejderha meyvesi. Kichik do'stlar, meyvelarning ismi tugidi. Sizlar yuqorida deyilgan meyvelardan qaysini yeyishni eng yaxshi ko'rasizlar? Endi tuvandagi meyvelarning ismini deb biqinglarchu. Bular qaysi meyvelar ekan? Va, sizlar nima degan aqlliq? Kichik do'stlar, ba'zi meyvelarning golland tilidagi va uyg'ur tilidagi ismi o'xshashgan-a? Qaysi meyvelarning o'xshashgan? Buning javobini opanglarga deb berishni unutib qolmanglar-jumi. Ma'qul amsa kichik keyin qitimliq videomizni ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xo'sh.